Assalomu alaykum. 5-sinf matematika darsligi va mashq daftarlarini yechishda davom etamiz. Darsligimizda 50-bet o'ylab ko'ringga kelgan ekanmiz. O'lchamlari 80, 60, 50 sm bo'lgan ikkita bir xil A va B idishga bir vaqtda mos ravishda birinchi jo'mrak va ikkinchi jo'mrakdan suv tushyapti. Birinchi jo'mrakdan 1 minutda 4 litr tushar ekan, ikkinchisida 1 minutda 3 litr tushar ekan. Bu jo'mragimiz demak 4 litr minutiga, bunisida 3 litr minutiga tushar ekan. Hop, idishlarni to'ldirish uchun ketadigan vaqtlar orasidagi farqni toping. Hop, idishimiz ikkalovi bir xil idish, lekin bittasida kattaroq jo'mrak, bittasida kichkinaroq jo'mrak ekan. Ikkalovida idishni to'ldirish uchun qancha vaqt ketishini topamiz. Keyin orasidagi farqni bir-biridan ayirib, masalan, birinchisi endi tezroq to'ladi, 4 litrdan tushadi. Qancha vaqtda tezroq to'lishini topamiz. Birinchi bo'lib idishlarning hajmini topib olaylik. Hajmi bir xil. Hajmini topish uchun 80, 60 va 50 ni ko'paytiramiz. Hop, 8 kere 6 48, 48 ni 5 ga ko'paytirsak 240. Endi 80 ni ham, 60 ni ham, 50 ni ham bitta-bittadan noli bor oldida. O'sha nollarni ortga yozib qo'yaman. Bu santimetr kub. Hammasi santimetrda berilgani uchun. Hop, 240 santimetr kubimiz degani 240 ming o'sha millilitr degani edi. Bu degani 240 litr degani. To'g'rimi? Hop, endi butun idish to'ldirish uchun 240 litr suv tushishi kerak ekan. Hop, birinchi jo'mragimizdan 240 litr suv tushish uchun qancha vaqt kerak? Uning uchun 240 ni 4 ga bo'lamiz. To'g'rimi? 1 litrda 1 minutda 4 litrdan tushsa, 240 ga 4 ga bo'lsa 60 bo'ladi. Demak, to'ldirish uchun 60 minut, ya'ni 1 soat kerak ekan. Bundachi 240 ni 1 minutda 3 litr tushadi. O'shaning uchun 3 ga bo'lamiz. 240 ga 3 ga bo'lsa 80 bo'ladi. 80 minut. Demak, kattaroq jo'mragimiz tezroq to'ldirar ekan. 80 dan 60 minutda ayirsak 20 minut. 20 minut tezroq to'ldirar ekan birinchi jo'mragimiz. Javobimiz shu bo'ldi. Endi mashq daftariga o'tamiz. 61-bet amaliy topshiriq. Hop, do'konda xarid qilingan mahsulot kassa cheki nusxasini joy qo'ying. Shu kassa cheki bitta mahsulotni tanlang va miqdorini unga ko'ra narxini tushuntiring. Mahsulot umumiy qiymati qanday hisoblanganini ko'rsating. Endi qanaqadir chek qo'yishingiz kerak bo'ladi, do'konda xarid qilganingizda bergan chekini. Hop, unga qarab qaysidir demak mahsulotimizni demak tushuntirishimiz kerak ekan, narxi qancha bo'lgan. Endi buni oson bunga o'xshaganlarni ko'rdik. Masalan, olma oldinglar deylik. Olma 6 kilo oldinglar. Hop, 24 ming so'm deb yozib qo'ygan deylik chekni. Bundan nima xulosa qilishimiz mumkin? Demak, 24 mingni 6 ga bo'lsak, necha chiqadi? 4 ming chiqadi. Demak, olmamizning kilosi 4 mingdan ekan. Hop, birligi o'sha kilolar o'lchanadi. 1 kilosi 4 ming bo'lgani uchun 6 kilosi 24 ming bo'ldi. Chunki 4 mingni 6 ga ko'paytirdik, 6 kiloni topish uchun narxini deb tushuntirsak bo'ladi. Hop, keyingisi muammoli topshiriq. Ikkita bir xil o'lchamli shakl va idish o'lchami 60, 50, 40. A idish jo'mragi ochiq qo'yilsa minutiga 3. Hop, mana bu A jo'mrak 3 litr minutiga. 3 litr minutiga suv tushar ekan. B jo'mragimiz kichkinaroq ekan. Bu 2 litr tushar ekan bu yerda. Minutiga 2 litr tushar ekan. Idishlar bir xil, chunki o'lchamlari bir xil. Hop, ikkala idishni jo'mragi bir xil vaqtda ochib qo'yildi. Idishlardagi suvni to'liq oqib ketishi vaqti orasidagi farqni toping. Bu ham xuddi shu idishlarning hajmini topib olamiz. Shu hajmdagi suv jo'mrakdan oqib tushib ketish uchun bunisida qancha vaqt, bunisida qancha vaqt ketishini topamiz. Keyin ularni farqini topishimiz kerak adashmasam. Orasidagi farqni toping vaqtlar orasida. Hop, idishlarning hajmini topib olaylik. 60, 50 va 40. Endi bo'yi balandligi. 6 kere 5
30, 30'ni 4 ga ko'paytirsak 120. Hop, 0,00 uchalovini ham 0'ini yozib qo'yamiz. Shuncha santimetr kub ekan. 120 ming santimetr kub idishli ekan. Bu nima degani edi? 120 ming millilitr degani edi. Bu 120 litrga teng bo'ladi. Idishimiz, kilo idish 120 litr suv bor ekan. Bittasidan 3 litr, bittasidan 2 litr oqyapti. Demak, 120 ni birinchi idishimizda 120 ni 3 ga bo'lamiz. Necha minut ketishini butun oqib ketish uchun 40 chiqadi. 40 minut ketar ekan. Keyingisi 120 ni 2 ga bo'lamiz. 60 minut bo'ladi. 1 minutda 3 litr, bunisida 2 litr to'kilyapti-da, endi chiqib ketyapti suv. To'g'rimi? Shuning uchun 3 litr bo'lgani uchun 3 ga bo'ldim. Bu yoq idishimizda 2 litr bo'lgani uchun 2 ga bo'ldim. Shunda demak, bunda 40, bunda 60 ekan. 60 dan 40 ga ayirsak 20 minut. Hop, javobimiz chap tarafdagi A idishimizda suvimizni 20 minut ko'proq, tezroq chiqib ketar ekan B idishdagi qaraganda. Chunki B idishdagi jo'mragi kichkinaroq edi. Kamroq suv anaqa qiladi. Chiqardi-da 1 minutda. Keyingisi matematika kundaligi e'londa X va Y printerlarni chop etish tezligi ko'rsatilgan. Birinchi X printerimiz 5 minutda 400 ta sahifa chiqarar ekan, keyingisi 8 minutda 600 ta ekan. Endi mana bu yerdagi Akmal o'ylayapti, Y printer X printerga qaraganda tezroq chiqargan deyapti. Nimaga? Chunki Y printer 8 minutda 600 ta, ya'ni 400 tadan ko'ra 600 ta chiqarar ekan. Demak, tezroq chiqar ekan deb o'ylayapti. Lekin aslida shundaymi? Buning uchun aslida qaysi biri tezroq chiqarayotganini bilish uchun ikkalovini bir xil vaqtda qancha chiqaradi o'shani topishimiz kerak. Bittasi 5 minut deb qo'ygan, bittasi 8 minut deb qo'ygan. Shuni birinchi bo'lib ikkalovini ham 1 minutda nechta chiqaradi, shuni topaylik. 5 minutda 400 ta deyapti. X printerimiz 5 minutda 400 ta qog'oz chiqaradi deyapti. 1 minutda qancha chiqaradi? Buning uchun 5 ga bo'lishimiz kerak. 400 ni 5 ga bo'lsa necha bo'ladi? 40 ga 5 ga bo'lsa 8, bu 80 ta. Demak, X printerimiz 1 minutda 80 ta chiqar ekan. Y dachi 8 minutda 600 ta edi. 8 minutda 600 ta chiqaradi. Bitta tekshirib olamiz. 8 minutda 600 ta. Hop, 8 minutda 600 ta chiqarsa 1 minutda qancha chiqaradi? Uning uchun 600 ni nechaga bo'lishimiz kerak? 8 ga 75 ta. Qaysi biri katta? X printerimiz tezroq chiqarar ekan. X tezroq Y dan. To'g'rimi? 1 minutda bu 80 ta chiqaradi, bu 75 ta ekan. Demak, Akmal noto'g'ri o'ylayapti. 600 ta chiqaradi deb soniga uchyapti, lekin u 8 minutda degan. Bu 400 ta deyapti, kamroq deyapti, lekin bu 5 minutda degan. Demak, aslida qaysi biri tezligini bilish uchun ikkalovini bir xil vaqtda qancha chiqarishini topish kerak, o'shandan solishtirsak bo'ladi. Hop, keyingi demaymiz, bobimiz foizlarni keyingi videolarda ko'ramiz. Xayr, salomatlar bo'laylik.